Barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan Zixi Chronic. Bugun server ochishni o'rganamiz. Birinchilardan Google ga kirib olamiz va poiskga o'tib Aternos ichiga kiramiz va pastga qarasanglar, o'ng tomonda pastga mana bitta play turibdi. Play ustiga bosamiz. Menda o'zi ular bor, ikkita. Endi bular kerakli. Mana bu Zixi Team bu o'zimizning serverimiz. Agar kirmoqchi bo'lsanglar, shu описаниеga qoldiraman. IP port kirib o'ynasanglar bo'ladi. Birinchi bo'lib create bosamiz va Java yoki Bedrock Edition bo'ladi. Sizlar kompyuterda o'ynasanglar, tepasidagini bosasizlar. Agar telefonda o'ynasanglar, pastdagini bosasizlar. Men masalan telefonda o'ynayman. Telefon o'ynashim uchun endi bosaman. Bu serverlarning niki bo'ladi. Hozir o'chirib tashlay. Boshlansa kirib ketdi. Ishni qilmaydi. O'chirib tashlaymiz. Zixi qilib qo'yamiz. To'xtanglar. 3 ta harf bo'lmaydi, shunga Zixi k qilib qo'yamiz. Create bosamiz. Hop, endi skip. Keyin mana shu ochayotganinglarda mana shunaqa you are using an ad blocker chiqadi. Bunda hech qanaqa emas, prosta mana with ad blocker anyway bosasizlar bo'ldi, kiradi. Mana bu yerda Aternos anusi, server IP'si, bio port, mana bu yerda Bedrock o'ynaymiz. Bu versiyalarni tanlaymiz. Bu hamma mana shu Bedrockda bor versiyalar. Sizlarda necha versiya bo'lsa, o'shani tanlaysizlar. Menda masalan 1.21 132. Mana buni tanlayman. Va kirgandan keyin mana buni bosasizlar. Обязательно. Kerak bu. Bu bo'lsa sizlarning serverlarning versiyasi kirmaydi. Keyin bo'lgandan keyin mana pastdagi serverga bosasizlar. Optionga bosasizlar. Agar sizlarda ruscha bo'lsa, настройка inglizchasiga option. Mana o'tga kirganinglardan keyin pastroqga tushsanglar, bular slot, nechta odam player kirishi o'zingizlarga qarab qo'yib olasizlar. Bu game mode, survival, creative, adventure, spectator. Men survival qilib qo'yaman. Bu esa bilib olasizlar o'zingizlar. Короче, bu kraket eng kerakli narsa. Buni yoqib qo'yishinglar kerak, bo'lmasa aniga kirmaydi, serverga kirmaydi. Pastdagilar unchalik kerak emas. Buni yoqib qo'ysanglar bo'ladi. Buni bo'ldi. Allow list yoqsanglar, mana bu o'chib qoladi kraket. Shuning uchun buni yoqib qo'yaverasizlar. Hammasi bo'ldi emas. Bu yoqdan o'zingizlarga kerakli nima desa bo'ladi. Mana masalan Word'larga kirasizlar-da, o'zingizlarda faylda nima desa bo'ladi. Yaxshi Word'lar bo'lsa, o'shlarni mana bu yerga bosasizlar kirgizasizlar. O'shanda sizlarga World oddiy server World emas, chiroyli narsalar, chiroyli joylar qilib beradi, короче. Serverga o'tamiz. Hop, serverga o'tib, mana buni o'zingizlarga kopировать qilib olasizlar, port bilan uni IP-ni. Bo'ldi, start. Mana buni bosasizlar. Hozir teaching qiladi. Bo'ldi, shu bilan ochildi. Hozir sal kutamiz. Mana уже ochilish boshlayapti. Ungacha copy, mana shu ikkalasini copy qilib turasizlar. Mana bo'ldi. Mana shunaqa ovoz chiqadi o'zidan. Keyin chiqasizlar-da Minecraftga kirasizlar. Hozir bo'ldi, hozir endi kiryapti. Play. Nimalar so'rayapti endi bu? Короче, server. Serveri bosamiz. Botga IP port ko'rsataveradi. Mana botga IP. Bu o'zimniki yetgancha zo'r sizlardan. Botga mana IP
bu yerga o'zinglarning nikini yozasizlar. Ochilib qolsa ekan endi. Короче, bu yerga esa mana portini qilasizlar ungacha. Bu ochilmadi. Okey bo'ldi. Zixi masalan go endi add server и play. Ana уже kiryapti. Location server. Kirganidan keyin hozir ko'rsataman. Bu ham xuddi mirga o'xshaydi. Sizlar mir ochsanglar xuddi shunaqa, lekin bitta ikkita lag bo'lishi mumkin, qotish bo'lishi mumkin. Unga qaramaysizlar, chunki o'zi bu Aternos o'zidan bo'ladi. Bo'lish shu bilan o'ynab ketaverasizlar. Videoim yoqqan bo'lsa, like va obuna bosib qo'yinglar. Sizlar bilan ZXC Chronic bo'ldi. Hozir yana kirib ko'rsataman yana ham. Ana bu ham xuddi ana mir. Qanday mir ochilgan bo'lsa, xuddi shunaqa mir. Botdan keyin mana botdan o'zinglarni eng zo'r qilib qo'ysa bo'ladi. Hozir sekund. Mana o'zinglarni serveringlarni serveriga bosasizlar и players mana shuni bosasizlar. Keyin mana ops bor, ops. Shuni bosasizlar. Keyin username yozasizlar. Aniq va aniq o'qib yozishingiz kerak bo'ladi, nima desa bo'ladi. Tekis va qiniq yozishingiz kerak bo'ladi. Mana men o'zimnikini yozdim. Meniki qo'shildi. Mana endi qo'shilgandan keyin men endi xohlagan narsamni qila olaman, chunki mana bu qo'shildi. Masalan, game mode kreativ. Mana endi kreativ bo'ldi, ko'rdinglarmi? Shunaqa qilib o'ynab ketaverasizlar. Hammaga xayr. Videom yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar. Obuna. Sizlar bilan ZXC Chronic bo'ldi. Hammaga bye bye.